Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 30-iyuldan 6-avgust kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol shartdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar ko'tariladi. Haroratlar kechalari 22-27 daraja iliq, kunduz kunlari 37-42 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar 30-iyul kuni kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz kunlari 34-39 darajagacha ko'tariladi. 31-iyul 6-avgust kunlari kechalari 22-27 daraja iliq, kunduz kunlari 36-41 darajagacha ko'tariladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida esa bu holat 38-43 darajani tashkil etadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 20-25 daraja iliq, kunduz kunlari 34-39 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.